ko'pchilik videosini qirqib tashlab haligi davleniyam oshib turgan paytda bir ikkita videoni ko'rib qolib, men ham atvet qilib qaytaraverdim. Anosan, manosan, usan, busan deb shu bilan janjal chiqib ketdi. Endi Kokosh bilan orasida nima bo'lgan, nima yo'q, o'zlari razborka qiladi. Men u narsaga aralashmashim kerak. Так что urush janjal yo'q, hech kim bilan urushmayapti. Hamma inoqlikda, xudo xolasa, day bog' Kokosh bilan ham yarashib ketib, chiroyli videolari chiqishni boshlashi kerak. Men ham ko'p gaplarni gapirdim, ko'p gaplar bilan askarbilat qildim, juda ham ko'p yomon gaplar gapirib yubordim-da. Endi jahl ketganda aql ketadi deydi-ku. Shuning uchun Abbos akalar bilan hech kim urushmayapti, qizlar jonlar. Motororilar lichkamni to'ldirmasdan. Hech kim urushayotgani yo'q. Telegramda Rustam aka, men, Abbos aka, yana bitta rejissyor, jurnalist uchamiz gaplashib, to'g'rilab qo'ydik hammasi.